Endicha ozim eshitilyaptimi? Ha, uzr eshitilyapti. Yaxshi eshitilyaptimi? Ha, rahmat. Yaxshi. Mhm. Rahmat Kamila. Salom, hurmatli tinglovchilar. Bugungi vebinarimizda demak mavzusi kechagi vebinarda demak umuman olganda mantiqiy davomi bo'ladi. Demak vebinarni sekin asta boshlab turaveramiz. Keyingi kiradigan o'quvchilar ham demak mana shu kelgan joyimizdan qo'shilib ketadi degan umiddaman. Xo'p, e, biz kecha boshladikki, demak imtihonda tushadigan savollarni spesifikatsiyasini ko'rdik va imtihonda demak mana shu spesifikatsiya bo'yicha tuzilgan bitta demak namunaviy variantni ko'rib chiqdik. Uning 10 bitta savolni ko'rdik, 12-chi savolda biz to'xtagandik. Ee, Demek kecha ham aytdim 14 ta savol tushadi imtihonda. Imtihondagi savollar biz shu paytgacha o'rgangandaqa klassik testlar bo'lmaydi. 10 ta savolga javob yozish kerak va faqat javoblarni o'zi yoziladi va oxirgi 4 ta masalani esa demak ishlanishi bilan yozishimizga to'g'ri kelar edi. Mana shunda biz yuqori ball olardik imtihonning fizika qismidan. Kecha ham aytdik, demak imtihondagi savollar ingliz tilida bo'ladi. Biz mana bu spesifikatsiyani kecha ko'rib chiqdik. Bu degani birinchi savoldan to 50-chi savolgacha har bittasi demak savoldan biz har bitta demak ko'rgan mavzularimizdan bittadan savol tushadi va mana shular umumiy demak e, ballning 50% beradi. Birdan 10-chi savolgacha bo'lgan demak e, masalalar. Ana endi sizlar bilan ko'ramiz bugun 11-chi, 12-chi, 13-chi va 14-chi demak savollar qaysi mavzulardan tushishini va demak nechi ball bilan baholanishini ko'ramiz. E'tibor bersanglar, birinchi ballash tizimiga e'tibor beramiz. Har bitta masala 2 or 3 points deyiladi, ya'ni 2 yoki 3 ta 3 ball bilan baholanadi. Masala bu yerda bo'lishi mumkin. Ikkitasi 3 ballik masala va ikkitasi 2 ballik masala. Mana shunda demak umumiy ballimiz 10 ball bo'ladi va mana shu 11-dan 14-gacha bo'lgan 4 ta masalamiz imtihonda to'plash mumkin bo'lgan maksimal ballning 50%ni tashkil qiladi. Bizda demak 11-savolimiz odatda mexanika bo'limidan bo'ladi. Newton's law, ya'ni Newton qonunlari, work, ish, power, quvvat and mechanical energy, ya'ni mexanik energiya. Law of conservation of energy, demak energiyaning saqlanishi. Momentum of a body, hammamiz biladigan demak kuch momenti. Law of conservation of momentum, kuch momenti va demak biz ko'ramiz motion of connected bodies deyapti. Demak bir-biri bilan bog'langan jismlar harakatini ko'rishimiz mumkin. Biz ko'pincha buni klassik adabiyotlarimizda bizdagi demak maktab litseylarda o'rganiladi. Richak mavzulari deb o'tiladi. Ya'ni ko'char bloklar bo'lishi mumkin, ko'chmas bloklar bo'lishi mumkin yoki bir-biri bilan ip bilan bog'langan yoki aytaylik biroz sterjin bilan bog'langan jismlar harakatini ko'ramiz. U yerda ko'pincha taranglik so'ralishi mumkin yoki jismlarning tezlanishi, erkinlik darajalari ko'riladi. 12-chi savolimiz molekulyar fizika va termodinamika bo'limlaridan tushadi. Demak, birinchi kiritilayotgan joyimiz fundamental prinsip, demak molekulyar kinetik nazariyaning fundamental prinsiplari yoki biz o'zbek tilida asosiy tenglamalari deymiz. Mana shu mavzulardan tushadi. Bo'lishi mumkin, masalan, jismlar sistemasining biror aytaylik sistemada gaz bir necha gaz aralashmasi bo'lishi mumkin. O'sha bir necha gaz aralashmaning bosimini topishimiz mumkin. Parsial bosimlar yig'indisi. Demak, o'sha P teng n katta yoki P teng u rt tenglamalardan birining kamayishi bilan ikkinchisining qanaqa o'zgarishi yoki bir nechtasining o'zgarishi uchinchi o'zgaruvchiga qanday ta'sir qilishini ko'rishimiz mumkin. Equation of state of an ideal gas, demak, ideal gaz tenglamalari, gaz protseduralari, process deyapti. Demak, gaz tuzumini ko'rsak bo'ladi, gaz qonunlari sifatida ko'rsak bo'ladi. Inertial energy, quantity of heat, first law of thermodynamics deyapti. Demak, bu yerda biz issiqlik miqdori demak va issiqlik miqdori termodinamikaning birinchi qonunidan tushadi.
kecha bir takrorlaganday bo'ldik biz termodinamikaning birinchi qonunini Q teng A plus delta U ko'rinishida ko'rdik sizlar bilan. Yana bir yozishimiz mumkin. Demak, sistemaga beriladigan issiqlik miqdori e, demak ish bajarishga va plus ichki energiyani demak bizda oshirishga sarf bo'lardi. Mana deltamiz ichki energiya, amiz esa demak ish, quvmiz esa quantity of heat deymiz, ya'ni issiqlik miqdori deb ataymiz. Xo'p, demak, uchinchi tushadigan masalamiz 13-chi savolga to'g'ri keladi. Bu uchinchi masala. Bu demak elektrostatika va elektrodinamika bo'limlaridan tushadi. Elektrik charj, ya'ni elektrik zaryad, Coulomb qonuni, elektrik maydon, voltaj, ya'ni kuchlanish, elektrik potential bo'lishi mumkin, Ohm qonunlari, for a section of a circuit deyapti. Bir qismi uchun deb ko'rsak bo'ladi. Series and parallel connected of conductors bo'lishi mumkin. O'tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulash. Work in power of electric current deymiz. Demak, elektrik current degani tok, elektr tokining ishi va quvvatini ko'rishimiz mumkin. To'rtinchi masalamiz esa acceleration, waves and optics deyilyapti. Bizda tebranishlar, to'lqinlar va optika bo'limlaridan tushadi. Mechanical and electromagnetic acceleration, simple pendulum and spring accelerator and accelerator circuit bo'lishi mumkin. Bizda demak, tepadagi element hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Mexanik va elektromagnet tebranishlar. Bu degani, menimcha fizikaning ozgina qiyinroq bo'limlaridan biri. Ko'pincha kondensator bilan induktivlik bor. O'sha narsani biz bir-biriga ulash orqali elektromagnet tebranishini hosil qiladi. Energiya induktivlikdan kondensatordan induktivlikka o'tib aylanib turadi. Ya'ni bu yerda kondensatorda maydon energiyasi to'planardi. Bunda esa demak induktivlikda magnit maydon energiyasi to'planardi. Mexanika va elektromagnet to'lqinlar, geometrik va to'lqin optikasi bo'limlarida bizda masalalarimiz mavjud bo'lar ekan. Demak, e'tibor bersanglar, bu demak savollarning qiyinlik darajasiga ko'ra qanday baholanishiga e'tibor beringlar. Basic bilimlarni baholash uchun bizda umumiy maksimal ballning demak 35%, o'rta darajadagida esa 35% ajratilyapti va yuqori klassifikatsiyali bilimlar fizikadan talab qilinadigan demak baholash mezonimizga 30% ball to'g'ri keladi. Demak, bunga mo'maganda ko'p to'xtalib o'tirmasak ham bo'ladi. Asosiysi biz spesifikatsiya bilan tanishdik. Bu agar fayl kimgadir kerak bo'lsa, Toshtefni demak saytiga joylangan, bemalol yuklab olib batafsil tanishsanglar bo'ladi. Kimdadir mana shu spesifikatsiya bo'yicha savollar bormi? Baholash mezoni bo'lishi mumkin. Agar savolinglar bo'lsa, chatda yozsanglar bo'ladi yoki mikrofonni yoqib so'rasanglar ham bo'ladi. Biz sekin javob beramiz. Menimcha hech kimda bu bo'yicha savollar yo'q. Demak, men kechagi mavzumizning to'g'ridan-to'g'ri davomiga o'tib ketsam bo'ladi. Kecha biz 12-masalada qoldik. 12, 13 va 14-masalalarni men sizlarga uyga vazifa sifatida bergandim. Demak, kim Xo'p, biz assalomu alaykum, ballarni qayerda ko'rsak bo'ladi? O'tgan ekzamenni. Demak, o'tgan imtihonni ballari ochiq e'lon qilinmagan, balki har bitta foydalanuvchi o'zi kirib ko'rishi mumkin bo'lgan. Xo'p, kelinglar. Demak, kechagi masalalarga to'xtalamiz. Kim demak uyga vazifani qildi? 3 ta masala berilganda, mana shu demak 11, 12, 13 va 14-masalalar, 11 dan 14 masalalarni demak sizlar umumiy ballni 50% beradi. Xo'p,
bitta foydalanuvchi yozyapti chatda, demak menda ko'rinmadi. To'g'ridan to'g'ri, demak Telegramdagi adminlardan so'rasangiz bo'ladi. Toshkentni telefon qilib ko'radigan bo'lsa, saytdagi hammasi tushuntirishadi batafsil. Xo'p. Biz o'zi javob beramiz o'sha. O'zi bir konstruktor hamkorimiz konstruktor universiteti ballik sistemada imtihonni tekshirmagan, ular talabga javob berganini qabul qilishgan. O'sha yozgan narsangiz talabga javob berganmi yo'qmi, ular tavsiya etildi, etilmadi deb berishgan. Xo'p, 12-chi savolga e'tiborimizni qaratamiz. Bizda ikki mol geli, kelinglar, birinchi bo'lmasa kim ishlagan shuni tekshiraylik. Ishlaganlar bo'lsa, chat yozsanglar bo'ladi. Masalan, 12-chi savolga mana bunaqa javob chiqdi. 13-chi savolimiz esinglarda bo'lsa, elektr maydonda demak 5 kulon zaryadimiz bor edi va u 2 sekund davomida harakat qilgan vaqtida 200 joule ish bajargan edi. Determine the electric power dissipated on this heating element deyapti. Mana shu isitish elementining quvvatini topishimiz kerak edi 13-chi masalamizda va 14-chi masalamizda sizlarga o'tgan safar tushuntiruvdimki, fotonning impuls momenti berilgandi bizda. Impuls momenti birlikka e'tibor beringlar. Kilogramm ko'paytirilgan metr taqsim sekund deyilyapti. Agarda mana shu narsani to'g'ri impuls deb ishlab ketsanglar ham xato bo'lmaydi. To'g'ri mana shunaqa qilib tushunsanglar ham. Bizda aytilayotganiki, diffraksiya doirasi berilgandi, 2 mikrometr berilgandi. At what angle of the direction of the incandescent beam is the second order diffraction maximum observed deyapti. Ikkinchi demak diffraksiyasi ko'rinishini topishimiz kerak edi. Xo'p, demak bizda chatga yozsanglar bo'ladi. 3 ta savolning javobini 2 daqiqa vaqtinglar bor. 2 daqiqa vaqtinglar bor yozishga. Xo'p, 13-chi savolning 13-chi savolga 13-chi savolni to'g'ri ishlagansiz. 100 vatt chiqadi javobi. Agar yana kimdadir ishlagan bo'lsa, bemalol chatga yozsanglar bo'ladi. Hozir 2 daqiqadan keyin masalalarni qanaqa ishlanishini, to'g'ri yoki noto'g'ri ishlaganliklarini tekshirib chiqamiz. Xo'p, 12-chi masalamizda aytilayotgan narsa 2 mol geli, demak 14ni ham ko'ramiz hozir. 14ni ham ko'ramiz. Aytilyaptiki, birinchi izobarik ravishda 22 gradusda 27 gradusga isitilyapti ekan. Keyin izoxorik 27 dan 37 gradusga va yana qayta izobarik isitilyapti 37 gradusdan 42 gradusga isitilyapti ekan. Bizdan shu narsa so'ralayotgan edi. Mana shu proses davomida umumiy qancha energiya ketishini topishimiz kerak edi. Aytyaptiki, during the isochoric heating. Mana shu davomda qanchaga, demak, umuman olganda isochorik isitayotganimizda qancha issiqlik miqdori kerak edi va demak, ikkinchi izobarik isitayotganimizda qancha issiqlik miqdori kerakligini alohida hisoblashimiz kerak. Xo'p, sizlar bilan yozib chiqsak bo'ladi. Demak, termodinamikaning asosiy qonuni u equal desak bo'ladi. Ya'ni bajarilgan ish plus delta U deymiz yoki delta U deymiz. Ichki energiyani ifodalaydi. Birinchi kelinglar, izobarik masalaga diqqat bilan e'tibor beringlar, chunki bu
eng qiyin masalalar turkumiga kiradi, imtihonda tushadigan. Chunki mana e'tibor bersanglar 3 ya'ni 3 points bilan baholanyapti. Masalan, 11 dan 14 gacha umumiy point 10 bo'ladigan bo'lsa, 30%, ya'ni fizikadan to'plashinglar mumkin bo'lgan, demak, umumiy 15% ball bitta masalaning o'zidan chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun bunga o'xshagan masalalarga diqqat bilan yondashishlarni tavsiya qilaman. Xo'p, termodinamikaning asosiy qonuni izobarik jarayonda, demak, izobarik jarayonda menimcha hammani esda bo'lsa kerak. Izobarik jarayon uchun bajarilgan ishni yozsak bo'lardi. P P delta V deb yozsak bo'ladi. Mana P delta V deb yozishga haqqimiz bor. Agar P o'zgaradigan bo'lsa, bu yerda to'g'ri differensial ko'rinishni yozardik. dA teng P dV deb va P ni V orqali ifodalardik. Birinchi jarayonimiz to'g'ri mana shu jarayonga tushadi. Va ichki energiyaning o'zgarishini esa yozardik. U teng demak, I taqsim 2 mu R T deb yozardik. Mu R T emas, kelli delta T deb yozamiz. Chunki bizda ichki energiyamiz ham o'zgarishi sifatida qaralyapti. Yoki mana bu yerdan P delta V ni tenglashtirib yuboramiz. Demak, Mendeleyev talablarini tenglamasdan P V teng mu R T desak, to'g'ridan to'g'ri P V ni o'rniga mu R T qo'ysak bo'ladi biz. Nega? Chunki izobarik jarayonda bosim o'zgarmaganligi uchun tenglikning o'ng tomonidagi faqatgina bitta o'zgaruvchi temperaturaning o'zgarishi chap tomondagi hajmning o'zgarishiga olib keladi. Mana shu tufayli yozaveradigan bo'lsak, ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, bu yerda demak, e'tibor beringlar, geliy deyilyapti. Geliy bir atomli gaz, bir atomli gazlar o'zi umuman olganda ko'p emas. Ya'ni tabiatda faqat atom ko'rinishida uchraydigan gazlar ko'p emas. Bular geliy davriy jadvalni ochib o'ng burchakka qatorga qaraydigan bo'lsalar, eng oxirgi inert gazlar kelib chiqadi. Adashmasam, geliy, neon, argon, kripton, ksenon va radon gazlari bor o'sha qatorda. Geliy bir atomli gaz, shuning uchun 3/2 bo'ladi. Demak, 3/2 degani 1,5. Mana bu yerda esa, demak, bir koeffitsient kelayotganligi uchun 1,5 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, 2,5 yoki biz buni yozsak bo'ladi, umumiy qilib 5/2 mana mu R T ko'rinishda yozsak bo'ladi yoki delta T ko'rinishda yozamiz. Mana birinchi jarayon uchun, demak, mana geliyni istayotganimizda birinchi jarayon uchun absorb degani bu demak yutadi. Qancha issiqlik yutadi deyapti bizning masalamizda. Demak, birinchi jarayonda mana shuncha demak issiqlik miqdorimiz yutar ekan deymiz. Yoki hisoblab qo'yamiz buni. 5/2 deymiz. 5/2. Rimiz 8,31. Modda miqdori ham berilganda adashmasam 2 mols deyapti. 2 mol mana. Delta T'mizni hisoblaymiz. 22 dan 27 gacha istayotgan bo'lsak, demak bizga bu 5 delta T'mizga to'g'ri keladi. Mana keyingi temperaturadan avvalgisini ayiradigan bo'lsak, ana shuncha demak bizda chiqar edi. Buni qisqartiramiz. 5 ni 5 ga ko'paytirsak 25, 25 ni 8,31 ga ko'paytiraman. Bundan kalkulyatordan foydalanaman. 25 tezroq bo'ladi bizda 8,31. 207,75 yoki 200 qisqartirib bersak bo'ladi ozgina. Yaxshilab 208 joule issiqlik miqdori kerak ekan. Birinchi jarayon uchun. Birinchi demak izobarik istayotganimizda. Ikkinchi jarayonda, ya'ni B shartini bajarib, B shartiga ham to'g'ri tushadi bizda demak. Ikkinchi masalaning demak ishlanish prosesida bizda e'tibor beringlar, izoxorik jarayon deyilyapti bizda mana. Then isochorical from 27 degree to 37 degree deyilyapti. Izoxorik jarayonda V'miz konstanta bo'ladi. V'miz konstanta bo'ladi. Agar hajmimiz o'zgarmaydigan bo'lsa, demak bu degani to'g'ridan to'g'ri delta V'miz ham 0 ga teng. Agar hajm o'zgarmaydigan bo'lsa, hajmning demak konstantaligi bizda ishni ham 0 ga olib keladi. Chunki ishimiz P delta V edi. Ishimiz 0. Bu degani sistemaga berilayotgan issiqlik miqdorining barchasi ichki energiyani oshirishga sarf bo'lar ekan o'zini. U teng delta U deymiz yoki I taqsim 2 mu R delta T deb yozishga haqqimiz bor ekan. Mu R delta T. Buni yozsak bo'ladi demak 3/2. Molimiz 2 edi.
8,31 deymiz. Endi ikkinchi prosesda delta timiz 27dan 37 gradusgacha. Bunimiz 10 ga to'g'ri keladi mana. 10. Ikkalani qisqartirsak bo'ladi. 3 ni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak 30. 30 ni demak ko'paytiramiz 8,31 ga. 249 joule energiya ketar ekan. 249 nima joule desak bo'lar ekan. Uchinchi jarayonimizda, uchinchi prosesimizda mana uchinchi jarayonga keldik. Qayta yana izobarik biz islayapmiz. Qayta izobarik islayapmiz. Demak bu 37 dan 42 gradus Selsiygacha. Izobarik jarayonni ko'rdik. To'g'ri biz mana bu demak ifodasidan foydalanib ketsak bo'ladi mana. Kelinglar, men buni Q1 teng deyman. Mana buni esa Q2 teng deyman mana. Endi biz sizlar bilan Q3ni ko'ramiz. Q3imiz ham izobarik jarayon bo'lganligi uchun yuqorida keltirib chiqargan ifodadan to'g'ri foydalanib ketsak bo'ladi. 5 taqsim 2 mu r delta t deymiz buni. Delta t. Yozamiz demak 5 taqsim 2 5 taqsim 2 ko'paytiramiz. Molimiz 2 mol edi. Yarimiz 8,31 va delta t'miz bizda demak 37 dan 42 gradusgacha 5 pog'onaga isigan bo'ladi. Ikkalani qisqartiramiz. 5 kere 5 25. Xuddi mana shu ifodaga kelayotganligi uchun yana 208 joule issiqlik miqdori kerak ekan deymiz. Demak, bizda e'tibor beringlar. Men darsimiz elektron bo'layotganligi uchun ozgina qisqartirib yozishga to'g'ri kelyapti masalani. Sizlar bafrucha, delta t, masalan delta t1, delta t2 va delta t3larni yozsanglar bo'ladi. Balki o'zingizlar masalan ma'qul topadigan bo'lsanglar, qisqa yozuvni tushuntirish bersanglar ham bo'ladi. Masalan, bo'lishi mumkin izohlovlik jarayonida ish bajarilmaydi. Men mana shu narsalarni men harflar ko'rinishida yozdim. Ko'pincha mana shu narsa ham tushunarli bo'ladi. Masalan, agar lozim topadigan bo'lsanglar, qisqa demak matnli tushuntirish berishingiz ham mumkin. Demak, answer sheetda aynan nimalar bo'lishi kerak, alohida ajralib turadigan bunga o'xshagan masalalarda A bilan belgilaymiz. Demak, umumiy kerak bo'ladigan energiya. Sizlar answer sheetga A qismiga buni va buni qo'shib yozishingiz kerak. Chunki how many joules did the total energy of the helium increase across all the process deyapti. Demak, uchta umumiy prosesdagi qancha energiya ketishi so'ralyapti. Birinchisida how much heat did the helium absorb during the isochoric heating deyapti. Demak, izoxorik isitayotganimizda qancha issiqlik yutadi birinchisidagi so'rayapti. Bizdan demak mana bu 208 joule so'ralayotgan edi. C shartida esa to'g'ridan to'g'ri ikkinchi prosesdagi izobarik so'ralyapti. Bizda ham yana u ham quyidagi ifoda bilan ko'rdik. Bolalar, mana shu joygacha kimdadir savollar bormi? Shu masala bo'yicha. Savollar yo'q. Demak, biz keyingi masalaga davom etsak bo'ladi. Sizlarga yaxshilab maslahat beraman. Hozir mana shu yerda bir takrorlab olsam bo'ladi. E'tibor beringlar, biz ikkita jarayonni ko'rdik hozir. Uchinchi jarayondan ham tushib qolishi mumkin. Hozir ikkita jarayon izobarik va izoxorik jarayonni ko'rdik, lekin bizda kelishi mumkin izotermik jarayon ham kelib qolishi mumkin. T konstanta jarayonda. Endi o'zidan ma'lumki, T konstanta jarayonimiz bo'lsa, delta u'miz, ya'ni I taqsim 2 mu r delta T edi, mana shunimiz ham 0 ga teng bo'ladi. Sistemaga berilgan issiqlik miqdorining barchasi ish bajarishga sarflanadi. Boya aytdim sizlarga, agar bosim ham o'zgaradigan bo'lsa, buni integral ko'rinishda yozishimiz kerak. Boshqa ilojimiz yo'q. P dv deymiz. Endi e'tibor beringlar, men buni integrallashimdan oldin, ya'ni buni 0 dan a gacha, buni v1 dan v2 gacha integrallamoqchi bo'ladigan bo'lsam, p ning o'zgarishini baholashim kerak. Chunki p miz izotermik jarayonda o'zgarardi. Izotermik jarayonni eslasanglar, pv konstanta edi. O'shaning uchun men mana bu Mendeleyev Clapeyron tenglamasidan pv teng mana mu r t deb yozaman. Mu r t deb yozaman. Mu r t deb yozaman va mana shu yerdan p ning o'rniga mu r t taqsim v deb olib qo'yishim kerak mana. Integral mu r t taqsim demak
Biz v deymiz ekan, mana dv deymiz mana. Endi mana shuni integralni hisoblashim kerak. Ä, ishim 0 dan a gacha o'zgaradi. Demak, hajmimiz esa v1 dan v2 gacha o'zgaradi deymiz. Mana shu integralni hisoblaydigan bo'lsam, izotermik jarayonda bajarilgan ishni topishim mumkin. E'tibor beringlar, bu yerda hammasi koeffitsient sifatida qoladi bizda, hattoki temperatura ham, chunki bu izotermik jarayon. Izotermik jarayonda temperatura o'zgarmaydi. Temperaturamiz o'zgarmaydi. Shuning uchun hammasi integraldan tashqari koeffitsient sifatida chiqadi. Biz esa 1 v ni integralni hisoblasak bo'ldi. 0 dan a gacha dni integrali a ni o'zi chiqadi. Bu yerda esa rt, 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 1 v dv ni integrali menimcha hamma bilsa kerak. 9-10 sinf fizika, matematika kursida o'rganiladi hosil va integral. 1 demak ln v. ln v mana integral v1 dan mana v2 gacha integrallaymiz. Endi mana rt deyman, rt deyman. Qavs ochamiz. Bir marta v2 ni qo'yadigan bo'lsak, ln v2, ln v2, ikkinchisida esa ln v1 deymiz. Yoki umumiy bajarilgan ishimiz esa a teng deymiz. A teng deymiz. rt ln v2 taqsim demak v1 ga teng bo'lar ekanimiz mana. Demak bu izotermik jarayonda bajarilgan ishning ifodasi bo'ladi. Masalada savol kelyapti, bitta masala ko'rinishida tushuntirib bera olasizmi deb. Menimcha mana formulani keltirib chiqardik. Diqqat bilan e'tibor berayotgan bo'lsanglar, muammo emas. Chunki izoxorik jarayonda aynan temperaturada beriladi. Masalan deydi, aytaylik 27 gradus Selsiyda turgan gaz deydi, mana buncha issiqlik miqdori berildi. 100 joule issiqlik miqdori berildi. Uning hajmi necha marotaba o'zgaradi deydi. Mana amiz nimaga teng bo'ldi bizda? Quvimizga teng bo'ldi. Qancha issiqlik berilsa, hammasi demak ish bajarishga sarf bo'ladi. Masalan, 1 kilojoule berilsa, bu yerda ln v2 taqsim v1 ni demak tenglashtirib olsanglar bo'ladi. Hamma aytish esdan chiqdi. ln a minus ln b ni demak anaqa ko'rinishda olishimiz mumkin edi. ln a taqsim b ko'rinishda olishimiz mumkin edi. Agar plus bo'lsa, a ko'paytirilgan b ko'rinishda yozardik. Chunki o'shandan foydalanib ln v2 taqsim v1 ni yozdik. Demak, boyagi masalamizda so'rab qoladi. Necha marotaba hajm o'zgaradi deydi. O'shani topishimiz uchun ln v2 taqsim v1 ni topib olamiz mana bu yerda. Hammasini aniqlab bo'lamiz. Bo'lsak bizda son kelib chiqadi. Demak, natural logaritmik tenglamalarni ishlashni hamma menimcha bilsa kerak. O'sha yerdan masalan, o'shanga qarab biz necha marotaba o'zgarayotganligini baholasak bo'ladi. Bu yog'i oddiy hisob-kitob joyi qoladi masalada. Menimcha hamma agar o'ziga kerakli joyini yozib oldi yoki screenshot qildi, sekinlik bilan o'chirishni boshlayapman. Bolalar, keyingi masalani demak tahlil qilishda davom etamiz. Demak, ko'pchilik o'quvchilar masalan abituriyentlik bo'lishi mumkin, maktab programmasidan bo'lishi mumkin, tez yetishga o'rganib qolishgan, to'g'ridan-to'g'ri variantlarni tanlashga. Lekin e'tibor berayotganinglardek, sizlardan Toshkentning imtihonida tez yechish so'ralmayapti. Tez yechish so'ralmayapti. To'g'ridan-to'g'ri javob va masalalarni ishlanishi bilan so'ralyapti. Shuning uchun diqqat bilan e'tibor berish talab qilinar ekan. 13-masalani e'tibor beramiz. 13-masalada bizda to'g'ri javoblar kelganda, bizda 100 watt deb demak tinglovchilarimiz yozishganda chatda. Qolganlar ham agar ishlagan bo'lsanglar, javobini yozsanglar biz demak tekshirib olishimiz mumkin. Elektr tokining ishi va quvvati o'tgan kechagi darsimizda sizlarga men ancha yo'nalish bergandim. Mana bu ifodani qanday keltirib chiqarish kerakligini, formulani masalan yodlamasdan bemalol masalani ishlash mumkinligini sizlarga tushuntirib bergandim. I ko'paytirilgan bizda demak U ga teng edi. Elektr tokining demak quvvati ishi esa IUT dedik. Ayrim adabiyotlarda bu formulamiz IUT formulamiz demak Joule-Lenz qonuni ko'rinishida keladi. Buni ifodalarni 18-asrda
joule va lenslar bir-biridan mustaqil ravishda ozgina vaqt farqi bilan aniqlashganligi uchun umumiy qonuniyatga joule lens deb demak nom berilgan. Bizda o'zi nimalar berilgan quvvatni topishimiz uchun? Isitgichning quvvatini topishimiz uchun zaryad berilgan 5 kulon, ish berilgan 200 joulimiz va vaqtimiz berilgan 2 sekundimiz vaqt berilgan. Bundan tokni topa olamiz. Menimcha bu I teng nima edi bizda? I teng Q taqsim, ya'ni zaryadni vaqtga bo'ladigan bo'lsak, biz to'g'ridan to'g'ri eng bazaviy formulasiga kelardik tok kuchini. Q taqsim mana T. E'tibor beringlar, mana bizda demak tok kelib chiqdi. Ishimizni qanday topishimiz mumkin? Zaryad bilan bilgan holatda biz uni formulasini aytardik. Uni formulasini aytardikki, A taqsim Q derdik yoki A ni formulasi bordi. Q taqsim delta U degan formulasi bordi. Bu yerdan esa uni o'rniga quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin ekan. Kelinglar, mana shu formulani davom ettiramiz. Uni o'rniga yozamiz Q taqsim T deb yozar ekanmiz. Ko'paytiramiz. A taqsim demak Q ko'rinishda yozamiz. Ular qisqaradi. Bizda demak to'g'ri formulamiz A taqsim T ko'rinishiga kelar ekan. Anaqa quvvat. Momogenda mexanikada ham bu bazaviy formulamiz edi. Vaqt bo'lgichda bajarilgan ishga biz quvvat berdik. O'shaning uchun bemalol A taqsim T ko'rinishda yozib kelsak bo'ladi. Zaryadni e'tiborga olmagan holatda. Sizlarga mana shu narsani yana bir marta eslatyapman. 200 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda demak javobimiz 100 vatt chiqadi mana. Masalada to'liq ball olish uchun I ni mana bu formulasi, U ning formulasi va bizda demak quvvatning formulasini yozilgan bo'lishi kerak va to'g'ri qo'yib javob birligi ham to'g'ri birlikda yozilgan bo'lishi kerak. E'tibor beringlar, kuchlanishni U teng A taqsim Q sifatida yozyapmiz, balki sizlar buni voltage, kuchlanishni o'zi ingliz tilida voltage deyiladi, katta V bilan yozishinglar mumkin kuchlanishni. Katta V ko'rinishda yozsanglar ham bu demak voltage bo'ladi. Kimdadir savollar bormi shu masala bo'yicha? Savollar demak hech kim mikrofonini yoqmadi. Demak chatda yozishdi, chatda yo'q. Rahmat. Keyingi demak savolimizga o'tsak bo'ladi. Demak bu birinchi variantimizni oxirgi savolini demak ko'rishni boshlaymiz sizlar bilan. Mana sizlar bilan 14-savolga keldik. 14-savol. Light consisting of photons with momentum. Demak, mana bu yerda fotonning momenti yoki impulsi berilgan. Diffraksiya doimiysi berilgan. Bizdan masalan so'rayotgan narsa beam is the second order diffraction maximum observed deyiladi. Kechasilarga mana bu formulani yozib tushuntirib bergandim. D sinus alfa degandik. Teng demak D sinus alfa K ko'paytirilgan lambda degandik mana. Bizdan so'rayotgan narsa mana, e'tibor beringlar. At the angle deyapti, at what angle? Burchakni hisoblashimiz kerak. Burchak albatta demak sinus alfani ichida bor. Kelinglar birinchi sinus alfani topishga harakat ko'ramiz. Sinus alfa teng bo'ladi K ko'paytirilgan lambda taqsim D. Bu sizlarni yaxshi tushunaman, bu fizikadagi diffraksiya qiyin mavzulardan biri. Chunki ko'pchilik o'quvchilarda tasavvur qilish qiyinda yorug'lik diffraksiyasini ayniqsa. Masalaga misol ko'rinishda tushuntirib berishim mumkin. Yorug'lik diffraksiyasini tushunishdan oldin mexanik to'lqinlardagi diffraksiyani ham ko'rsak bo'ladida. Bu aytaylik to'lqinlarni oldidagi to'siqni aylanib o'tish hodisasida, masalan, mana bu yerda qandaydir X foydalanuvchi gapiryapti bizda mana.
bizda gapiryapti. Mana bu yerda to'siq bor. To'siq bor. Agar mana shu tovush to'siqni aylanib o'tolmaganda edi, mana bu yerda turadigan odam eshitolmas edi. Eshitolmagan bo'lardi. Bizda bilsanglar, unaqa emas. Chunki to'siqning juda qalin bo'lmasa, bemalol eshitishi mumkin. Yoki suvda to'lqin keladi, mana bu ko'rinishda tosh qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, mana to'lqin keladi bizda. To'lqin keladi. Va mana bu yerda tosh qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, toshning atrofini ozgina bu yerda bo'ladi, yana to'lqin yana davom etib ketishni boshlaydi. Xuddi shu to'siqlarni aylanib o'tish hodisasi sifatida tushunsak bo'ladi biz. Bu yerda ham yorug'lik diffraksiyasini kuzatish uchun mana bu yerga teshik qo'yiladi. Teshikdan masalan ikkita teshik qo'yiladi mana. Yorug'lik keladi bu yerga mana. Yorug'lik mana keladi bizda. Yorug'lik kelganda mana shu ikkita teshigimiz, ya'ni diffraksiya doimiysidan kelayotganimiz ikkita mana alohida yorug'likning manbasiga aylanib qoladi. Mana bu yerga ekran qo'yadigan bo'lsak, mana shu e'tibor bersanglar, mana bu yerda qo'shilgan joylarida maksimumlar kuzatiladi, ya'ni dog'lar kuzatiladi. Ya'ni bu yerda agar fazoda ko'radigan bo'lsanglar, bizda aytaylik chiziqlar ko'rinishni boshlaydi. Xiraroq, yorqinroq dog'lar ko'rinadi. Ya'ni qo'shilgan joylarida mana bu yerda e'tibor bersanglar, to'lqin qo'shilgan joylarida kuchayadi. Demak, mana shu tufayli mana zebrani chiziqlariga o'xshagan dog' hosil bo'ladi. Bizning masalamizda ikkinchi deyilyapti, qanday burchak ostida ko'rinadi. Aytaylik, men chizmam ancha xunuk chiqyapti hozir. Kompyuterda chizish noqulay bo'lganligi uchun mana bu yerdan mana qandaydir burchak ostida ko'rinadi. Mana shu narsani ifodalab beradigan qonuniyatimiz mana shu. D sinus alfa K ko'paytirilgan yambida. Bizda D'miz bor, diffraksiya doimiysi bor, K'miz ham bor. Bizda mana aytilganda second order diffraction maximum, ikkinchi diffraksiya maksimumi so'ralayotgan edi va biz endi bizda masalada lambdani topib qo'ysak bo'ldi edi. Lambdani topib qo'ysak bo'ldi. Sizlarga o'tgan safar keltirib chiqarib berdim. Impulsning formulasi nima bo'ldi bizda? H taqsim lambdaga teng bo'lgan edi. Lambdani topishimiz uchun, to'lqin uzunligini topishimiz uchun, demak biz H ni bo'lishimiz kerak edi. Uning impulsiga bo'lib qo'yishimiz kerak edi. Mana o'rniga olib kelib qo'yamiz, formulani to'g'rilaymiz. Sinus alfa teng K taqsim D. K taqsimda bolalar e'tibor beringlar, mana bu K maksimumlar soni birinchi, ikkinchi, uchinchi maksimum. Demak, lambdadan o'rniga qo'yamiz. H taqsim mana demak B ko'rinishda yozsak bo'lar edi. Mana shu narsani hisob-kitob qilishga hisob-kitob qilamiz o'rniga qo'yib. Men buni hisob-kitobini qilib tayyorlab qo'ygandim, chunki bu yerda ancha ko'proq sonlarni yozishimiz kerak edi. Mana shu narsani hisoblab chiqadigan bo'lsanglar, taxminan 0.5 chiqadi. Mana shu yerdan hisoblaydigan bo'lsanglar, K o'rniga 2 qo'yamiz. To'langi doimiysining o'rniga demak 6.64 10 üstü minus 34 qo'yamiz. D'miz demak berilgan 2 10 üstü minus 6 va P'miz berilgan 1.32 10 üstü minus 27. Hammasini qo'shib ko'paytirib bo'ladigan bo'lsanglar, javobimiz 0.5 chiqadi. Menimcha hamma bilsa kerak, sinus qachon 0.5 ga teng bo'lishini. Bu demak bizda 30 gradusga to'g'ri keladi. Ikkinchi maksimum 30 gradusda kuzatilar ekan deymiz mana. Yoki bo'lmaganda mana bu narsani tasavvur qilishga qiynaladigan bo'lsanglar, formulani to'g'ri qo'llashni bilib olsanglar bo'ldi. Savollar bormi kimdadir? Mana formulani eslab qolishning ham yana bitta usuli bor. E'tibor bersanglar, chap tomonda demak bizda masofa berilyapti. D masalan D lambda bo'ladimi deyish mumkin kimdir, yoki va hokazo lambda D ko'paytmasi bo'ladimi, K sinus alfami deb birlikka e'tibor berish kerak. Ikkita masofa sinusning birligi yo'q, birliksiz kattaligi va ikkinchi, uchinchi degani uchun K ni ham birligi yo'q bizda. O'shaning uchun biz demak bir tomonda bitta birlik bo'lishi kerak va ikkinchi tomonda ham ikkinchi uzunlik birligi bo'lishi kerak. Shuning uchun formulani ham aytaylik to'g'ri tasavvur qila olmasanglar, yodlab qolishning ham aynan bir usullari mavjud. Savollar
yo'q. Demak, chatda yozilibdi, bizda savollar yo'q deb tushundik deb. Demak, yaxshi. Yaxshi, tushungan bo'lsanglar xursandman. Demak, biz endi keyingi keyingi variantga o'tsak bo'ladi. Mana e'tibor bersanglar, biz kecha 5-variantni ishlagan edik. Bugun biz sizlar bilan mana bu yerda 6-variantni ishlashni boshlaymiz. 6-variantni ishlashni boshlaymiz. Har doimgidek mana bizda aytilyaptiki, physics question 1 to 10, write your answer on answer sheet number 1 to the right of the corresponding question number where applicable includes the units of measurement. If you need to correct an answer, cross out the incorrect one, enter the question number in the table below and write the correct answer in the file to the right deyapti bizda. Demak, 1dan 10gacha savollar va demak mana shu savollarga javob yozishimiz uchun alohida answer sheetimiz bor. Nomerlangan, adashib ketmaslik kerak. Mana shu joyga nomer 1 answer sheetga javoblar varaqasiga javoblarni ko'chirishimiz kerak. Biz kecha kelishdikki, vebinarni o'tkazish tartibini, masalalarni o'qiymiz. 2 minut vaqt beriladi. Mana shu 2 minut vaqt davomida tinglovchilar masalani o'zlari mustaqil ishlab, demak chatda to'g'ri javoblarni yuboradi va biz masalani qayta ko'rib chiqqanimizdan keyin sizlar to'g'ri ishlagan, noto'g'ri ishlaganinglarni o'zinglar yana bir o'zinglarni test qilib ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Ketdik, yana 2 minut vaqtimiz bor. 2 minut vaqtimiz bor. Ishlashni boshlasanglar bo'ladi. Menimcha bu ancha sodda masala. Xo'p, bizda to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Sekin endi masalani ishlanishini ko'rsak ham bo'lardi. Aytilyaptiki, Samarqand shahri bo'ylab yurilyapti. Mark 5 kilometr, demak, bizda so'ralayotgan narsa janubga qarab yurdi. Biz kecha buni bu masalan faqat javobi so'ralganligi uchun kecha koordinatali sistemasi ko'rinishida ishlab berganmiz sizlarga. Ya'ni boshlang'ich oxirgi nuqtalari x, y koordinatlari qanaqa o'zgarayotganligi. Buni endi bugun sal soddoroq ko'rinishda ishlasak bo'ladi. Mana boshlang'ich nuqtasi deymiz. Mana boshlang'ich nuqtasi mana bu yerda 5 kilometr janubga yurdi mana. Tomonga qarab 5 kilometr masofa yurdi mana. Keyin deyilyapti. Keyin 5 kilometr west deyilyapti. Demak 5 kilometr sharqqa yurdi. West sharqmidi, g'arbmidi? Menimcha west g'arbida bizda. Mana west degani uchun yana 5 kilometr g'arbga tomon chiziq tortsak bo'ladi mana. Keyin va shuncha harakat protsessida 7 kilometr yana demak bizda janubga yurilibdi ekan mana. Tomonga qarab 7 kilometr yurilibdi ekan. Bizda masalada demak umuman so'ralayotgan narsa starting point deyilyapti. Boshlang'ich nuqtasiga nisbatan qanday masofaga siljidi, shuni so'ralayotgan edi mana. Biz buni tutashtiramiz. Mana boshlang'ich nuqtasi bilan oxirgi nuqtasini tutashtiradigan bo'lsak, mana ozgina chizig'imiz xato qiyshqoq ketdi. Menimcha uni sal boshqa chizgan bo'laman. Mana. Buni hisoblashimiz uchun uchburchak yasab olamiz. Uchburchak yasab oladigan bo'lsak, mana bizda shu uchburchak yasab oldik. Mana bu tomonimiz 5 kilometr, 7 kilometr, demak uchburchakning bitta kateti demak bizda bo'ladi, bu 5 ga 7 qo'shsak 12 bo'ladi va ikkinchi kateti 5. Mana shu boshlang'ich nuqtasiga nisbatan koordinatani yozib olsak bo'ladi. L bilan belgilaymiz yoki bitta kateti 12 ning kvadrati 144 bo'ladi.
plus 5 ning kvadrati. 5 ning kvadrati 25 bo'ladi bizda. 144 ga 25 ni qo'shsak 169. 169 esa 13 javobi kelib chiqadi. Mana 13 kilometr deymiz. Birlik esdan chiqmasin tinglovchilar imtihon jarayonida, sababi mana e'tibor beringlar, qanday masofaga siljida deyilyapti, to'g'rimi? Masofani so'rashmayapti. O'shaning uchun demak birligini so'ralayotganligi uchun aynan qaysi birlikda so'ralayotganligi uchun javobni biz birlikda berishimiz kerak. 13 kilometr deb berishimiz kerak. To'g'ri javoblar bor. Ikkita tinglovchimiz demak masalani to'g'ri ishlab javobini yuborishdi. Xo'p, bu ancha sodda masala. Ko'pchilik demak buni ishlashda qiyinchilik tug'ilmasligi kerak. Ikkinchi savolga to'g'ri ishlashni boshlaymiz. Xo'p, ikkinchi savolda aytilayotgan narsa The Venus spacecraft deyapti. Demak, Venus spacecraft with a mass of 220 kilogram descends at a constant speed in the atmosphere of Venus. The gravitational acceleration of Venus is 8.9 meter per second quadrat. Find the air resistance force acting on the spacecraft deyapti. Demak, Venus sayyorasida massasi 220 kilogramm bo'lgan demak zondimiz bor ekan, o'zgarma tezlikda atmosferada qulayapti ekan va mana shuning demak Venusning erkin tushish tezlanishi, sayyoradagi erkin tushish tezlanishi 8.9 metr taqsim sekund kvadratga teng edi. Bizdan havoning qarshilik kuchini so'ralyapti. Mana air resistance force acting on the spacecraft deb harakatiga qarshilik qiluvchi havoning qarshilik kuchini toping deyapti masalada. 2 minut vaqtimiz bor. Demak, masalani to'g'ri ishlab, javobini demak chatga yozadigan bo'lsanglar, webinar chatiga to'g'ri-noto'g'riligini har doimgidek tekshiramiz. Menimcha bu masala ham sizlarga ko'p qiyinchilik tug'dirmasligi kerak. Foydalanuvchi tinglovchimiz Freedom to'g'ri javobni yo'lladi. Ya'ni Muslimbek Odiljonov ham demak to'g'ri javob keldi. Muslimbekdan adashmasam, bu webinar davomidagi birinchi demak masalaga to'g'ri javoblari. Qolganlardan ham so'rardim. Qolgan tinglovchilardan ham so'rardimki, sal faolroq bo'lishini, o'zingizlar bir sizlar ishlab chiqsanglar, keyin agar xato ishlaydigan bo'lsanglar ham xatoni qayerda xato qilganinglarni yaxshilab tushuna oladigan bo'lsanglar, imtihonda mana shu narsa menimcha yoqib ketadi. Menimcha ko'rsak bo'ladi. Mana aytaylik, qandaydir mana sun'iy yo'ldoshimiz bo'lishi mumkin. Aytaylik, zontimiz tushirilyapti. Mana o'sha zontimiz. Xo'p, ozgina bu zontga o'xshamay qoldi. Mana buni ozgina kattaroq chizadigan bo'lsak, mana endi ozgina zontga o'xshadi. Mana zontimiz tushyapti ekan. E'tibor bering, bolalar, e'tibor beradigan bo'lsak, constant speed deyilyapti. O'zgarmas tezlikda tushyapti. O'zgarmas tezlikda tushayotgan bo'lsa, Nyutonning birinchi qonuniga ko'ra, jismga ta'sir qilayotgan kuchlarning vektor yig'indisi nolga teng bo'lsa yoki jismga hech qanday kuch ta'sir qilmasa, jism tinch yoki o'zgarma tezlikda harakat qilardi derdik. O'shaning uchun biz pastga qarab har doimgidek bizda mg ta'sir qiladi, mg. Endi bu yerning yuzasini qo'yib yubormasligimiz kerak, chunki bu Venus sayyorasida 8.9 metr taqsim sekund kvadrat. Mana shu narsani olishimiz kerak. O'zgarma tezlikda tushishi uchun, ya'ni yuqoriga qarab qandaydir kuchimiz bo'lishi kerak. F kuchimiz bo'lishi kerak. Mana shu kuchimiz bilan mg kompensatsiya qilyapti. Va o'zgarma tezlikda tushyapti deganim uchun
F'ni tenglashtirib olamiz. Demak, mg ga tenglashtirib olamiz mana. Massa 220 kilogramm. 8,9 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, demak, mana 1958 chiqdi mana. 1958. Bolalar, yana sizlar xato qilyapsizlar. Sababi chatga ham to'g'ridan to'g'ri nomerni o'zini qo'yapsizlar. Bizda buni birligi bilan qo'shib yozishimiz kerak. 1958 Newton deymiz. Men bilan yozdim. Savollar bo'lsa, marhamat beringlar. Mana shu mavzu atrofida yoki savol atrofida deb. Demak, savollar yo'q. Keyingi, demak, masalaga o'tsak bo'ladi. Hop, 3-masalamizda aytilyaptiki, during the laboratory experiment, the pressure of xenon dropped 2 times. Xo'p, chatda keldi. Javoblar varaqasiga n harfi qolib ketsa ham xato bo'ladimi? Men bilmayman, chunki buni biz imtihon oluvchi, demak, Toshtek o'qituvchilari emas, balki to'g'ridan-to'g'ri konstruktor universiteti demak, xodimlari olganligi uchun baribir masalani to'g'ri ishlashimiz kerak. To'g'ri yoza olishimiz kerak. Hop, to'g'ri yozishimiz kerak. During the laboratory experiment, the pressure of xenon dropped 2 times. Demak, laboratoriya eksperimentida bosim xenon gazida 2 barobar oshibdi, while the concentration of gas molecules dropped 4 times. 4 marta kamayibdi gaz konsentratsiyasi. Va mana shu jarayonda by how many times did the absolute temperature of xenon increase as a result deyilyapti. Mana shu laboratoriya jarayoni oxirgi qismida uning temperaturasida qanday o'zgarish bo'lyapti, bizda mana shu narsani topishimiz kerak. Bu ham ancha bir soddaroq masala. Demak, qolganlarni ishlab ko'rib, javoblarni chatda yozsanglar bo'ladi. O'sha savolga javob, ya'ni imtihonni biz o'tkazmaymiz. Va tabiiyki biz tekshirmaymiz. Toshkent o'qituvchilari konstruktor universitet tomonidan qilinganligi uchun demak, masalani to'g'ri va mukammal ishlashga harakat qiladigan bo'lsak, shunda maksimal ballni qo'lga kiritamiz. Hop, qaraymiz. P teng molekulyar kinetik nazariyaning asosiy tenglamasi. P teng n katta deymiz mana. E'tibor beringlar. Nimaga aynan mana shu formula, mana shu masalani, ikki qator masalani o'qiganimizda mana shu formula xayolimizga birinchi olib kelishi kerak degan haqli savol qo'yiladi-da. Pressure deyilyapti. Bosim, gazning bosimi 2 marotaba o'zgaryapti va konsentratsiyasi, bizdan temperatura so'ralyapti. Albatta, bosim, konsentratsiya va temperaturani bog'lab beradigan formula birinchi olib hayolimizga kelishi kerak. P teng n katta. Ikkalasi bir-biriga qanday bog'langanligi haqida. N konsentratsiya, K bosim doimiysi, temperatura va bosim. Temperaturani topadigan bo'lsak, P taqsim mana n K deymiz. Bu birinchi holatdagi TB deb yozib qo'ysak bo'ladi. T2 ni yozamiz. Demak, bosimimiz menimcha tarjimada mana buni 2 marta oshadi deb ketdim. Bosim 2 marta kamayyapti ekan. To'g'rilab qo'yasizlar. P taqsim mana 2 deymiz. Va konsentratsiya 4 marta kamayyapti deb konsentratsiya. N taqsim 8 deb oladigan bo'lsak, ko'paytiramiz. K ga ko'paytiramiz mana. 1 taqsim 8 tepaga, demak, 8 chiqib ketadi. 8 ni chiqib ketadi. Va mana shu jarayonda 8 taqsim 2 demak temperaturamiz 4 marta o'zgarayotganligi kelib chiqadi. Uzr, men 8 deb yozib qo'ydim. Masalada 4 deyilganda n taqsim 4 deymiz.
1/4 bo'lgani uchun tepaga to'rt bo'lib chiqib ketadigan bo'lsa, 4 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 p taqsim mana n k chiqdi. P taqsim n kamiz avvalgi temperaturani berganligi uchun ikkita mana e'tibor bersangiz, p taqsim n k. Shuning uchun 2ta t 1 deymiz ekan mana. Demak, temperatura 2 marta oshar ekan. Increase is a result deyilgani uchun temperaturani 2 barobar oshyapti deb qarashimiz mumkin ekan. Nimaga bunaqa tushunarliroq bo'ladi? Masalan, bizda noto'g'ri javob berganlar ham bor. Sababi mana bunga qaranglar mana. Aslida konsentratsiyaning 4 barobar kamayishi bosim o'zgarmagan holatda temperaturani 4 barobar ortishiga olib kelishi kerak edi. Bosim o'zgarmasdan saqlanishi uchun-da. 2 barobar kamayganligi uchun temperaturamizda ham o'sha bosim saqlanishi uchun 2 barobar o'zgarish bo'lishi kerak deb olsak bo'ladi. Buni ham yozib olgan bo'lsanglar, men keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. Buni o'chirib tashlashni boshladim. Demak, biz 4-masalaga o'tamiz. Mana 4-masalamiz. 63 calories of heated 0.6 gram of water from 0 degree Celsius to boiling point. Use this date to calculate how many joules are in 1 calorie. The specific heat capacity of water is 4200 joule kilogram per Celsius deyapti masala shartida. 63 kaloriya issiqlik miqdori bilan 0.6 gram suvni 0 darajadan qaynash nuqtasiga solib chiqamiz. Mana boiling point deyilyapti. Bizdan topishimiz kerak ekanki, berilganlar asosida 1 kaloriyamiz how many joules, ya'ni qancha joule ekanligini topishimiz kerak. Kechagiga juda ham o'xshash masala. Mana shuni demak, ishlashimiz kerak ekan. Specific heat capacity deyilyapti. Biz buni o'zbek tilida o'rganardik. Solishtirma issiqlik sig'imi deb o'rganardik. C harfi bilan beriladi. Formulasini oldindan yozib berishim mumkin. Puting M S delta T deymiz mana. Mana shu berilganlar asosida sizlarda masalani ishlashinglar uchun va to'g'ri javoblarni chatga yozishinglar uchun 2 daqiqa demak vaqtimiz ketdi. Mana bir marta eslataman. Tinglovchilar sal faolroq bo'lishini, chunki bu imtihonda ancha foyda beradi. Javoblar kelishni boshladi. Ikki daqiqa deyarli o'tib bo'ldi. Kelinglar, mana shu masalani ishlashni boshlaymiz. Bizda momoganda 0.6 gram suvni 0 dan 100 gacha olib chiqishimiz uchun necha joul, ya'ni issiqlik miqdori kerakligini topib olaylik. O'sha issiqlik miqdorini joulda hisoblab ko'ramiz. Bu teng mc delta t. Bu teng mc delta t teng deymiz. Massamiz 0.6 gram. Gramda berilayotganligi uchun kilogramga o'tkazib olishimiz kerak. Uning ustida -3 deymiz. Nimaga? Chunki mana bu yerda mahrajda kilogram kelyapti. Mana endi C sanoq sistemasida kilogram metr sekund birlikda sistemasi bo'lganligi uchun buni demak kilogramda olib ketamiz.
Specific heat capacity berilyapti. Issiqlik sig'imi, solishtirma issiqlik sig'imi. Shuni o'rniga mana 4200 yozamiz. 4200 yozamiz. Va delta Timiz ham bor. 0 gradusdan qaynash temperaturasi 100 gradus Selsiy, delta Timiz esa demak mana shu delta Timiz 100 ga teng bo'ladi mana. Teng deymiz. Teng deymiz. Xo'p, 10 usti minus 3 bilan bizda demak mana bu yerdan 2 ta, mana bundan bitta 0'ni olib qisqartirsak bo'ladi. 0,6 ni 420 ga ko'paytiramiz. 0,6 ni 420 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 0,6 ko'paytirilgan 420. 252 joule energiyamiz kerak ekan mana. 252 joule. Kaloriyamiz haqida ham kecha gaplashdik. Umuman olganda kaloriya ham energiyaning o'lchov birligi edi bizda. Energiyaning o'lchov birligi edi. O'shaning uchun biz tenglashtirib yuborsak bo'ladi. Ikkita energiyani o'lchov birliklarini 63 mana yozsak bo'ladi kaloriya deb. 1 kaloriyani topmoqchi bo'ladigan bo'lsak 252 joule 252 joulni demak 63 ga bo'laveramiz. Demak javobimiz 4 joule chiqar ekan bizda mana. Kimda bizda demak yana tinglovchimizda to'g'ri javob keldi. Tinglovchilarimizdan to'g'ri javob keldi. Kimda shu mavzu bo'yicha savollar bor? Savollar bo'lsa chatda yozsanglar bo'ladi yoki to'g'ridan-to'g'ri mikrofonni yoqib so'rasanglar ham bo'ladi. Men sekin o'chirib 5-masalaga o'tishni boshlayman. Hop, e'tibor beringlar. 5-masalada soatda desam xuddi shunday. Soatga masalan birovchi simga issiqlik beryapmiz. Isitadigan bo'lsak, bu issiqlikni yutadi. Sovuyotgan bo'lsa issiqlikni chiqaradi. Farq yo'q, chiqqan bilan yutgan issiqlik miqdori baribir teng bo'ladi, delta T'lar teng bo'lsa, shuning uchun baribir issiqlik miqdorlarini tenglashtirib olsanglar bo'ldi. Endi delta T'niga ham manfiy olib unaqa bo'lish shart emas, unaqa deb shartlash shart emas. Qanchaga isitgan yoki soviganligini olib kelib qo'ysanglar bo'ldi. Bu isish, sovish degani demak isiyotganda chiqadi, isiyotganda yutadi, ya'ni absorpsiya qiladi issiqlikni. Soviyotganda esa demak o'zidan chiqaradi issiqlikni. Ikkala holatda ham bir xil bo'lib ketaveradi. 5-masalamizda a point charge Q equal plus 12 nanocoulomb is placed in a uniform horizontal electric field E equal 40 kilovolt per meter. Find the magnitude of the total electric field at the point 6 centimeters directly above the charge deyilyapti bizning masalamizda. Demak, plus 12 nanocoulomb gorizontal yo'nalgan 40 kilovolt taqsim metr bo'lgan elektr maydonda turibdi ekan mana. Bizda masalada aytilayotgan narsa find the magnitude deyilyapti. Umumiy elektr maydonni 6 santimetr uzoqlikda mana bu zaryaddan mana shu direct to'g'ri yo'nalishdagi yoki uzoqlikdagi deb olsak bo'ladi. Elektr maydon kuchlanganligini topishimiz kerak ekan. Ozgina demak masalamiz qiyinlashdi. Demak, har doimgidek masalani ishlab to'g'ri javoblarni chatga yuborishinglar uchun 2 daqiqa vaqtimiz bor. Balki 2 daqiqadan ozgina qo'shsak ham bo'ladi, chunki bu masalani hisob-kitobi birmuncha ozgina ko'proq. Maydonni nuqtaviy zaryadli maydon topish formulasini boshqa yozib qo'yaman. E teng K O taqsim mana R kvadrat ko'rinishda yozsak bo'ladi.
5 10 üstü 4 volt taqsim. Mhm. To'g'ri javobga kelish boshladi. 2 daqiqadan ko'proq vaqtimiz o'tib bo'ldi. Kelinglar masalani ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Kelinglar mana bizda demak bu zaryadimiz mana bu joyda turgan bo'lsin mana. Plus bu zaryadimiz. O'sha yerda turibdi. Mana shu zaryad umuman olganda gorizontal yo'nalgan anaqada turibdi bizda demak elektr maydonda turibdi. Aytaylik, kelaylik gorizontal yo'nalganligi uchun o'sha y ni bu yerga bergan y ni mana bu yoqqa yozib qo'yamiz. Mana y deb yozamiz. Ana endi mana shundan aytyaptiki, directly mana shu tomondagi 6 santimetr uzoqlikdagi elektr maydon kuchlanganligini topishimiz kerak ekan mana. E'tibor beringlar, mana shu zaryaddan mana bu to'g'ridan-to'g'ri yo'nalishda elektr maydon kuchlanganligi nisbatan o'zidan chiquvchi bo'ladi. Mana biz buni yozib qo'ysak bo'ladi shartli ravishda y y deb yozamiz. Mana buni kelinglar yximizni, chunki x o'q bo'yicha faqat boshlang'ich elektr maydon berayotganligi uchun quyidagi ko'rinishda yozamiz. Natijaviy elektr maydon kuchlanganligi demak quyidagi mana bu vektor ko'rinishda yozamiz. Y teng deymiz. Demak bizda teng bo'lar ekan o'z ostida yx kvadrat plus y kvadrat mana. Kelinglar mana bu yerda y ni pastdan alohida hisoblaymiz. Alohida hisoblaymiz. Kamiz 9 10 üstü 9. Buning uchun hamma bilsa kerak bu elektr demak doimiy kattalik. Kani ochishimiz mumkin edi 1 taqsim 4 pi epsilon 0 deb ochishimiz ham mumkin edi. Epsilon 0 elektr doimiyligi 8,85 10 üstü demak minus 8 ga teng edi. Minus 12 ga teng edi. Ko'paytiramiz, zaryadimiz berilgan 12 nanokulon, nanomiz 10 üstü minus 9 deymiz. Mana 10 üstü minus 9 keldi. Va bo'lamiz masofaning kvadratiga. 6 ning kvadrati demak bizda bu 36 bo'ladi. Santimetr 10 üstü minus 2 kvadrati bilan demak mahrajda 10 üstü minus 4 imiz paydo bo'ladi. 12 bilan 36 ni qisqartiramiz. Bu yerda 3 paydo bo'ladi. 9 ga 3 ni bo'ladigan bo'lsa 3 minus 9 lar bilan plus 9 ketadi. 10 üstü minus 4 tepaga chiqadigan bo'lsa plus 4 chiqadi. Bitta 0 ni 30 ga olamiz. Bunimiz esa y-imiz 30 kilovolt taqsim metrga teng ekanligi anglashiladi. Y-imiz 30 ga teng bo'ldi. X-nimizda demak bizda berilgan 40, 9 ning kvadratiga 40 ning kvadratini to'g'ri-to'g'ri qo'shib yuboradigan bo'lsak 900 ga 1600 2500 2500 dan esa bizda demak 50 javobi chiqadi. Birligimiz esa kilovolt taqsim metrga teng bo'ladi ekan deymiz. Asadbekda to'g'ri javob bor. Chatda birinchilardan bo'lib tashladi. Mana shu demak masalaning ishlanishi. Kimda savol bor? Elektr maydon, Coulomb kuchi yoki to'g'ridan-to'g'ri 5-masala bo'yicha. Demak, hech kim mikrofon yoqmadi va chatda ham yozmadi. Eslatib o'taman, savolinglar bo'lsa, demak masalalar orasida so'rayotgan vaqtimda yoki mana shu vebinar oxirida ham so'rashinglar mumkin. Chunki vebinar oxirida kamida 5 daqiqa savol javob uchun ajratamiz. 6-savolga o'tishni boshladik. Ozgina o'chmay qolgan joylar bor ekan, mana shuni o'chirib olsak, mana doskamiz toza bo'ldi. Xo'p, the voltage across a lamp depends on the current through it has voltage equal alpha e quadrat, where alpha equal 2 volt per ampere quadrat. Find the power dissipated by the lamp for E equal 3 amperes debdi. Masalamizda nima deyilyapti? Voltage bilan demak currentning bir-biriga bog'lanishi mana voltage bu kuchlanish, currentimiz tok kuchi. Mana shuning bir-biriga bog'lanishi quyidagi ifodada berilyapti ekan. V teng alfa e kvadrat. V degani kuchlanish. Bolalar, chunki biz ko'pincha o'rganib qolganmiz u ko'rinishda, lekin inglizcha adabiyotlarda V ko'rinishda keladi. Alfamiz berilyapti ekan. Tok kuchi
3 amper bo'lgandagi topishimiz kerak ekan. Quvvatni topishimiz kerak ekan. Kuchlanishni emas, power quvvatni topishimiz kerak ekan. Masalani ishlashinglar uchun demak 2 daqiqa vaqtimiz ketdi. Kecha adashmasam shu masalani 4 ta o'quvchi javobini yozgandi va hech kimda to'g'ri chiqmagandi. Qayerda xato qilganliklarini tushuntirib bergandim. Bugun mana imkoniyat kechagi xatodan to'g'ri xulosa chiqardinglarmi yo'qmi bilib olamiz. Muslimbekdan javob keldi. Kelinglar, ishlashni boshlaymiz. Bizda elektr tokining quvvatini bir necha marotaba aytdikki, I ko'paytirilgan. Demak, U ga teng dedik. Masala shartda berilganda biz voltaj ko'rinishida yozamiz mana. I ko'paytirilgan. Bizda voltajni o'rniga qo'yaversak bo'ladi. Alfa I kvadrat qo'yamiz buni. Alfa mana I kvadrat. Ko'paytiradigan bo'lsak, alfa I kubga teng bo'ldi bizda o'zgarish mana. E'tibor beringlar, bu yerda tokimiz o'zgaruvchan tok kelyapti, ya'ni ma'lum bir qiymat asosida o'zgarib boryapti va tokka proporsional ravishda kuchlanishimiz ham o'zgaryapti. Bu degani ham tok o'zgaryapti, ham kuchlanish o'zgaryapti. Albatta quvvat stabil bo'lmaydi, quvvat ham oshib turadi. O'shaning uchun biz quvvat ham oshib turganligi uchun aynan 3 amper bo'lgandagi quvvat so'rayapti. Aynan quvvatni topib qo'ying deganda masalaning o'zi xato bo'lardi. 3 amper bo'lgandagi qiymatini topmoqchi bo'lsak, ini alfa noliga qo'yaveramiz 2, 3 ning kubi 27, 27 zo'r 27 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 54. Muslimbekda ozgina kamchilik bor, birligini ham qo'shib yozmadi. 54 vattga teng bo'ladi. Quvvatning birligi vatt edi. Kimda savollar bor? Masala bo'yicha, elektr tokining quvvati bo'yicha mikrofonni yoqib so'rasanglar ham bo'ladi. Okey, biz keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. Xo'p, webinar 1,5 soat davom etadi. Bizda demak hali 13 daqiqa vaqtimiz bor. Savol-javob uchun ajratilgan vaqtgacha hali yana bitta masalani ko'rsak bo'ladi mana. 7-masalani ko'ramiz. A simple pendulum oscillates with a period of 2 seconds. A small earthwise weight of the same mass is carefully stuck to the bottom of its bob in such a way that the oscillations are not distributed. Find the new frequency of the pendulum deyilyapti. Masalada demak mana pendulumni istak bo'ladi. Mana bizda demak pendulumimiz. Mana tebranadi albatta bu qandaydir davr bilan mana bu amplitudada bo'ylab tebranadi bizda. Mana masalada aytyaptiki, kichkinagina bu yopishqoq massani biz mana shuni tagiga qo'yib qo'yibmiz. Ya'ni avvalgi massasiga qo'shimcha ravishda qo'yib qo'yapmizda va mana shu demak tebranishda davom etyapti ekan. Bizda masalada so'rayotgan narsamiz find the new frequency deyapti. Yangi tebranish chastotasi so'rayapti mayatlik. Pendulum degani mayatlik, frequency chastota. Mana shu chastotasini topishimiz kerak edi. Muslimbek ancha faollashdi webinar oxirida. Xo'p, bu masalani kecha menimcha bu yerdagilarning aksariyati kecha bor edi, ko'ryapman.
ko'p to'xtalib o'tirmaymiz, chunki mana pendulumning demak chastotasi yoki davri bog'liq emas edi mana bu jismning massasiga. U faqatgina bog'liq edi mana tebranish davrini yozsak bo'lardi. 2pi ilzosida 2pi ilzosida demak L J ga bog'liq edi mana 2pi ilzosida LJ derdik. Bu formulani qanday eslab qolishni, qanday tushunishni o'tgan safar ko'rgandik. Birliklardan nega J taqsim elmasligi haqida eslab qolishda ko'pchilik chalkashadi mana. Bu faqatgina ipning uzunligiga bog'liq edi. O'shaning uchun biz demak massaning massaga bog'liq bo'lmaganligi uchun davr bilan chastotani bir-biriga bog'lanish tenglamasi bor. Mana bunaqa ko'rinish yozsak bo'ladi. Buni yozsak bo'lar ekan, 1 taqsim davr sifatida yozamiz mana. Yoki 1 taqsim 2 sekundimiz 0,5 0,5 mana gerz bilan yozamiz. Sekundning minus birinchisi yoki ko'pincha biz chastotani gerzda o'lchaganligimiz uchun mana Hz deb yozdik. Bu gersni anglatadi. Musulmonda to'g'ri javob bor. Savol bormi bundan? 7-masalada. Ko'p to'xtalib o'tirmadim. Demak, buni o'chiramiz va keyingi masalaga o'tamiz. Demak, bu masalalarni PDF ko'pchilikda yo'q bo'lgani uchun men endi bilan ishlab bermasdan qolganini uyga vazifa sifatida beraman. Sizlar bilan ertaga mana shu 7-dan 8-dan hop bizda demak to 8-dan 14-masalaga ertangi darsimizda ko'rib chiqamiz va yana ulguradigan bo'lsak ko'proq masalalarni ishlashimiz mumkin ertaga. Marhamat, masalan 8-masalada aytilyaptiki, Sebastian deyapti. Sign of the critical angle of the total intention reflection of the interface butun 4. Demak, o'tgan safar sizlar bilan ko'rdikki, qaytish va sinish qonunlarini ko'rdik kecha. Xuddi shunga o'xshagan masala. Demak, mana 0,4 ga teng ekan. Diamond sizlar bilan esingizda bo'lsa, kecha bir boshqacha materialni ko'rgan edik. Bugun esa demak olmos va havo o'rtasidagi refraksiyani ko'ryapmiz, ya'ni qaytishlarini. Mana shu yerdan biz so'rayotganimiz gives the same fraction deyilyapti. Demak, mana n1 sinus alfa tengida n2 sinus betaga. Mana shu tenglamadan bizdan berilyapti. Havoning sindirch ko'rsatkichi 1. Bizdan to'liq qaytish deb olsanglar bo'ladi. Aynan bu chegarasini so'rayotganligi uchun sinus betani 90 gradus deb oladigan bo'lsanglar, bizdan so'rayotgan narsamiz olmosning sindirch ko'rsatkichi so'rayapti. Screenshot qo'ysanglar, men demak 9-masalaga o'tishni boshladim. 9-masalada aytilyaptiki, the transition from 4 to 2 corresponds to an energy of 2.07 electrovolts. Determines the frequency of this photon deyilyapti. Esinglarda bo'lsa, mana bu masalamiz endi yangiroq masala. Nisbatan yangiroq masala. Atom fizikasida Balmer seriyalari bor edi. Aytaylik, Balmer, Paschen yoki umumlashgan Balmer seriyalari bor edi. Ya'ni birinchi energetik sathdan ikkinchi energetik sathga yoki ikkinchisidan uchinchi, to'rtinchisiga o'tganda qanday energiya paydo bo'lishini topishimiz mumkin edi. 1 taqsim qavsda n1 minus n2 ko'paytirilgan Rydberg doimiysini biz tenglar edikki, bizda o'sha energiya kelib chiqadi, o'sha vujudga kelayotgan energiyani mana biz h ga tenglab olsak bo'lardi. Bizda so'rayotgan narsa mana shu frequency chastota so'ralyapti. To'g'ri yozolsanglar bo'ladi, screenshot qo'ysanglar bo'ladi. Yoniga qo'shimcha masalani ishlashda Balmer, umumlashgan Balmer seriyasidan foydalansanglar bo'ladi. Atomdagi demak sakrashlar uchun. 10-masalamizda a radioactive nucleus undergoes alpha decay, how do its charge number and mass number change deyilyapti. Demak, radioaktiv zarra
namunamiz alfa yemirilyapti ekan. Mana shu jarayonda charj deyilyapti, zaryad va massa nomeri qanday o'zgaradi? Answer sheetda 3 ta nomer bo'lishi kerak ekan. Birinchisi 2 ta nomer bo'lishi kerak ekan. Two digits in the answer sheet. First four charges. Birinchi raqam zaryad uchun va second for mass, demak massa uchun ekan ikkinchi nomerimiz. Oshadi, increase, decrease, kamayadi, stays the same deyilyapti, o'zgarmaydi. Buni kecha ko'rdik. Alfa zarramizni yordam sifatida berishi mumkin. Alfamiz 2 4 ga teng. 4 2 ga teng edi. Xo'p, osmoncha boyab ketdi bunimiz. Mana zaryad soni alfada, demak alfa zarraning ichida ikkita proton, ikkita neytron bor. Zaryad soni 4 va uzr, massa soni 4 va zaryad soni 2 ga teng bo'ladi. Buni ham rasmiy tushirishga ulgurgan bo'lsanglar, biz keyingi 11-chi mana 11-masalamizni ham screenshot qo'ysanglar bo'ladi. 11-masalamiz xuddi shu kechagi ishlagan masalamizga o'xshagan masala. Normal force acting on the body. 10 newton kuchimiz ta'sir qilyapti degan 1 kilogramm massali jismga 30 gradus burchak ostida ishqalanish koeffitsiyenti berilyapti. Body and surface is 0.2 va reaksiya kuchi normal force acting on the body. Mana shunga normal yo'nalgan reaksiya kuchini topishimiz kerak. 12-chi masalamiz ham mana birinchi shunga o'xshagan masaladan ishlashni boshladik sizlarda. Total demak jarayonimiz izobarik jarayon, birinchisi izoxorik va ya'ni izobarik. Bugun ishlagan masalamizga juda ham o'xshash masala. 13-masalamizda ham xuddi shunday 13-masalamizda 2 pointli ozgina soddaroq masala. An electric field moves a charge Q equal 5 coulombs in the DC circuit conductor. O'tkazuvchidan 5 coulomb doimiy tok o'tyapti degan DC deyapti. Dual work equal 30 joules. Joule ish bajaribdi. The resistance of this conductor is R equals 3 ohms. How much heat will be released in the conductor if the same current flows for a time 4 seconds deyilyapti. 30 joule ish bajarilibdi. Xuddi shunday qarshilik, demak xuddi shunday, demak qarshilik, uch ohmli qarshiligimizdan, o'tkazuvchimizdan demak aytilyaptiki 4 sekund davomida qanday zaryad oqilsa, xuddi shunday issiqlik ajraladi deyilgan. Demak, ikkita ish bo'limlarini sizlar bir-biriga tenglashtirib olasizlar. Yuqorida aytib o'tdim. Ana I U T deb yozsanglar bo'ladi. I U T. Joule qonuni edi. Ana 14-oxirgi masalamiz ham demak mana bugungi ishlagan masalamizga o'xshash. Fotonning impulsi berilyapti, diffraksiya doimiysi berilyapti 3 mikrometr. E'tibor beringlar. At what angle feed to the direction of the indicated beam is the first order diffraction maximum observed deyilyapti. Kamiz endi bizda 1 ga teng ekan. Birinchi maksimum so'ralyapti bizdan. Mana shuni fini topasizlar. Birinchi albatta sinus, boyagi formulada sinus alfa dedim. Ko'p ahamiyati yo'q burchakni qanday yozishni. Sinus fini topa oladigan bo'lsanglar, keyin fini baholashingiz mumkin. Bir taqsim masalan 2 chiqsa 30 gradus ekan. 0.87 chiqsa, demak 3 taqsim 2 ga to'g'ri keladi. 60 gradus ekan va hokazo. Savol javob o'tsak bo'ladi. Kimda savollar bor? PDF tushuntir savollarni ko'rsatib yuboring. Xo'p, 3-chi, 4-chi savollar. Bu kechagi masalalamizdan qolgan edi. Bu 2-chi, mana 3-chi masalamiz. 3-chi masala. Va bu P teng anaqadan chiqadi, N kattadan chiqardi. Va mana 4-chi masala. Q teng bu MC delta T. PDF'larini menimcha tashlab bera olmayman. Ya'ni ham bizda moderatorimiz javob beradi. Kamila, buni PDF'larni tashlab bersak bo'ladimi tinglovchilarga? Hozir Kamila ham javob berib bo'lsa kerak.
Xo'p, yana boshqa savolinglar bormi? Lekin mana Toshtekni saytiga kiradigan bo'lsanglar, xo'p, Toshtekni saytiga kiradigan bo'lsanglar, to'g'ridan-to'g'ri, demak, ekzempllari bor savollar. Hozir sizlarga demonstratsiya qilaman. Xo'p, sizlarga mana ekran ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Mana qabul bo'limiga kirasizlar. Bakalavriatga qabul. Mana muhim sanalar. Mana to'g'ridan-to'g'ri siz qanday sertifikatlar o'tish kerakligi va hokazo va hokazo. Xo'p, yangiliklar va tadbirlar aloqa. Mana e'tibor beringlar, mana shu saytda bizda fizika spesifikatsiya berilgan. Bu sizlarga ko'rsatganim va mana fizikadan demo test berilgan. Boshqa demo test bu. To'g'ri-to'g'ri bugun ishlagan demo testimiz emas. Lekin demak shu spesifikatsiyaga to'g'ri keladigan va sizlar bilan 2 kundan beri ishlayotgan masalalarimizga juda ham o'xshash savollar. Bemalol ko'rib, tahlil qilib chiqsanglar bo'ladi. Yana savollar bormi? Savollar bo'lsa mikrofonni yoqib yoki chatda yozsanglar bo'ladi. Demak, hammaga rahmat. Men demak vebinarni yakunlasam ham bo'ladi. Hammaga demak ishtirok etganlarga, ayniqsa chatda masalalarni ishlashda faol bo'lganlarga alohida rahmat. Ertaga soat yana 5 da ko'rishguncha, ertaga esa quyidagi aytgan masalalarni davom ettiramiz va bizda yangi yana bizda variantimiz bor. O'shani ham ishlab chiqamiz. Kamila, biz anaqani tugatdik, vebinarni tugatdik. Menimcha Kamila javob bermayapti. Men demak vebinarni yakunlasam bo'ladi. Bular tamom-da уже. Boshqa bo'lmaydi. Prezentatsiyasi. Да. Aha, rahmat. Mana Xo'p, savol edi. kattakon rahmat hammaga. Ertaga yana xuddi shunaqa webinar o'tadi. Akbar teacherga Xo'p. rahmat.